Ahvolingiz yaxshimi? Qani ola qolingchi buni? Bu qizaloq hali 2 yoshga ham to'lmagan. U yetim qolgan. Otasi ushbu urushda shahid bo'ldi. Alloh taolodan so'raymizki, uni o'z panohida asrasin va tarbiyalasin. Ushbu og'ir sharoitda Alloh ularga yordamchi bo'lsin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qani bu sovg'ani oling. Kameraga xayr qilib qo'yingchi. Mashalloh, mashalloh. Qandaysizlar? Qalaysan qizalog'im? Salom ber. Marhamat, bu saxovatli qo'llardagi akalaringizdan sovg'a. Ahvolingiz yaxshimi, onaxon? Bu saxovatli qo'llardagi birodarlaringizdan siz uchun kichik yordam. Alloh sizlarga mana shu og'ir sharoitlarda, qochqinlik, chodirdagi hayot va jazirama issiqda madadkor bo'lsin. Inshaalloh bu kichik bir tasalli va kamtarona yordam. Bu sizlarga birodarlaringiz sizlarni unutmaganliklarini eslatib tursin. Alloh sizlarni asrasin. Assalomu alaykum. هل جربت بأن تبدأ يومك بسعادة أن يصبح بذل الإحسان لديك عبادة أن يستيقظ فيك ضمير يأخذ بيديك إلى الخير حتى يصبح هذا النور ليومك عادة ماذا لو أصبحت مثالا حقا وسلكت طريقا أرقى أن تنفع غيرك يوما. Abu Umama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim Alloh azza va jalla uchun bir yetimning boshini silasa, qo'li nechta sochining ustidan o'tsa, shuncha hasanot yoziladi. Kim o'z huzuridagi yetim qiz yoki yetim bolaga yaxshilik qilsa, men o'sha odam bilan jannatda mana shunday bo'laman dedilar va 2 barmoqlarini yaqinlashtirdilar. خير وأبقى فذاك خير وأبقى